Xudo xolasa biz ishimiz yakunladik. Bizdan kamchilik qolmadi. Xudo xolasa bir qator ko'rib oldik o'zingiz ham. Gördüm. Bergan pulingizga rozi bo'lasiz. Roziman. Biz qilgan mehnatimizga rozi. Anjorlaringiz Xudo sog' xolasa bo'lsin, xizmat ilohim. bo'lsa, bundan keyin aloqadamiz. Xudo xolasa. Yana Bemalol ishlarimiz o'tiramiz. ko'p. Xudo xolasa. Bag'ini ham bitkazamiz, ikkinchisini. Birinchisi Ikkinchisi. bo'ldi, ishlarni hal qilib olsak. Assalomu alaykum do'stlar. Hammalaringizga xayrli kun. Bugungi qilgan montajimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Xudo xolasa egalariga topshiryapmiz. Bugungi qilgan montajimizning manzili Yozyovon tumani Xonobod qishlog'ida bo'ldi. Xo'p, xudo xolasa bu yerga eshik romlarni o'rnatib berganmiz. Tog'amon o'zimizni oldimizda. Tog'a, nima deysiz qilib bergan ishlarimizga, vaqtiga, narxiga, sifatiga nima fikr bildirasiz? Ko'pchiliklar ko'rmaydi, haligi aldanganlar bor, o'shanaqalar bor. Shular uchun o'rnatganimiz jarayonni to'g'risini, masalan, mana realniy voqeani gapirib bersangiz. Yaxshi, mana aytilgan vaqtdan ham oldinroq yasab olib keldi. Bolalar rahmat anjorlari sog' bo'lsin, yaxshi. Birinchi Ishlari zo'r. Ishlari zo'r. Mana hamma yo'li chiroyli qilib o'rnatishib berdi bizga. Ko'rib quvondik mana. Eshiklar aytganimizdek. Zakaz qilingandaqa gullar, shartlanka gullar. Hamma yo'li chiroyli bo'lib, mana o'rnadik. Ma'qul. Ko'ngilga yoqdi. Ishlari yaxshi. Anjorlari sog' bo'lsin, ilohim. Ilohim akani sevsin. Katta bo'lsalaring omadlarini beraversin. Odamlar mana ishonaveringlar, hamma yo'q vaqtida keldi. Vaqtidan ham 2 kun oldin yasab olib berishdi bular. Kelishilgan sifat daraja bo'yicha ko'rib oldingiz mana, hech qanaqangi bir boshqa ayb yo'q. Hamma yo'g'ini o'zim yurib, ochib, ko'rib, ichlarida bir qator yo'q. To'g'ri. Tog'am o'zi usta. Mana shunaqa qurilishlarda, shunaqalarda endi bizdan oldin, ancha oldinlarda qilib to'xtatgan bo'lsa, lekin o'zi ahli yetadi, hamma narsaga biladi. Xo'p, endi azizlar bu joyda общий hisobda 7 dona rom, 2 dona eshik, 1 dona fortcha qo'yib berganmiz. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 20 million 950 ming bo'ldi, kelishilgan narx. Undan boshqa oshiqcha narx hech qanaqasiga olingani yo'q. 20 million 950 mingga olib kelib o'rnatib berdik. Xo'p, bir qavatli yo'dviyayni 40 lik podagonlilari bor. Ikkita eshigimizni shartlanka, bu katta eshigimiz balkon qanotdan bo'lgan. Bu katta romlarimizda ikkitadan ochilish bo'lgan, har birida bu kichkinalarida bittadan ochilish bo'lgan. 3 ko'zlik, tepalari splashnoy qilib berilgan. Xudo xolasa, chiroqchida. Xo'p, bir qator razmerlarni eslatib o'taman. Orada, misol uchun mana shu razmerdagi rom qanchaga bitayotganini ham obishnisini aytib o'tib ketaman. Qolganlari lekin zakazga qarab narxlari o'zgarishi mumkin. Xo'p, bu romimiz 176 ga 155 bo'lgan, bir qavat yo'dvi 40 lik podagonli bilan. Xo'p, kimda shunaqa rom bo'ladigan bo'lsa, bir donasining narxi 1 million 800 ming so'm atrofida chiqadi, podagonligi bilan. Bir qavat oynaga. Endi agar 2 qavat bo'ladigan bo'lsa, narx qo'shiladi. Xo'p, bu romdagi razmerimizdan, bu katta 176 likdan 3 dona, 1 dona xolos. Xo'p, bu 2 metrga 155 likdan 3 dona bo'lgan, har bittasi ikkitadan ochilish bo'lgan. Xo'p, bu romimizning narxi bo'ladigan bo'lsa, где-то 2,5 million atrofida chiqadi, podagonlilari bilan, ikkitadan ochilishi bilan. Xo'p, bu joyda eshigimiz bor. 105 ga 224 lik eshik bo'lgan, shartlankalari bilan. U bez shartlankasiz bo'ladigan bo'lsa, xuddi shu fasonda 2 million 300 ming so'm atrofida chiqadi. Shartlankaga plus 400 ming so'm atrofida qo'shilib qoladi, 2 qavat aynak bo'lganini hisobiga. Xo'p, bu balkon qanotli eshigimiz bo'lgan. Buni razmeri 135 ga 222 bo'lgan. Shartlankasi bilan bo'ladigan bo'lsa 3,5 million bo'ladi. Shartlankasi 3 million atrofida bo'ladi. Balkon profilidan bo'lganligi uchun xuddi shu razmerda. Agar sizlarda boshqacha razmer bo'ladigan bo'lsa, o'zlaringning uylaringning razmeri bo'ladigan bo'lsa, aytsalaring, shuni hisob-kitobini qilib, razmerga yarasha narx chiqarib beramiz. Bu ham 2 metrga 155 lik rom bo'lgan. Xo'p, bu joyda ham 2 metrga 115 lik rom bo'lgan. Tashqarida ham bor 3 dona romimiz, hozir ko'rsatib o'taman. Xo'p, tashqarida romlarimiz 137 ga 155 lik rom bo'lgan. 3 ko'zli, bu ham bittadan ochilishi bor. Hamma romlarda podagonlar bor. Xo'p, bu ham xuddi shu holatda 137 ga 155 lik rom. Forchkamiz 98 ga 58 lik forchka bo'lgan. Ochiladigan qaychi mexanizmda gulli aynak bo'lgan. Xo'p, bu joyda ham 137 ga 155 lik rom bor. Buni ham oynasi gulli, yotoqxona bo'lgani uchun gulli qildik. O'rtada bitta o'zlarining 40 lik podagonli bor. Xo'p, tashqari fasaddagi romlarimiz tugadi. Ichkari fasondan
romlarning ko'rinishlari, ishlatilgan mahsulotlarni bir qator ko'rsatib beramizlar. Ichkariga ham kirib oldik. Bu hali 176 ga 155 romimiz ichkari ko'rinishi. Xo'p, padagonliklari 40 padagonlik, padagonlik kirishkalari bor, padagonlik taylariga penalar to'liq holatda quyilgan. Ichi tashi, tepa yonlar hamma yo'g'i penalangan. Xo'p, Akfa'ning o'zining delfin ruchkalaridan ochilib yopishlari ham juda cho'tki holatda. Bu petlalari ham Akfa'ning o'zining original negativli petlalaridan bo'lgan. Xo'p, eshigimiz, shotland eshigimiz ichkaridan ko'rinishi, ochilib yopishlari juda go'zal holatda. Xo'p, Akfa'ning o'zining original petlalaridan bundan ko'rishlaringiz mumkin. Xo'p, eshiklarimiz 2 qavatlik bo'lgani uchun, oynasi 2 qavat bo'lgani uchun petlalarni 4 donadan qo'yib berganmiz. Tepada 2 ta, pastda ham 2 ta bo'lgan. Ichkari ko'rinishi, penalari ham to'liq holatda quyilgan. Xo'p, keyingi xonaga o'tamiz. Keyingi xonamiz, lekin proyekt zo'r tushgan. Tashqariga chiqqanda ham bir qator tepada mansardalari bor. Juda ham chiroyli proyekt tushgan, ko'rsataman. Uyni proyektini ham obuna bo'lib, like bosishni unutmay turinglar. Xudo xolasa like ga arziydigan video bo'lyapti degan umiddaman. Xo'p, padagonlari 40 padagonli bu joyda padagonli kirishkalari bor. Penalari to'liq holatda quyilgan. Akfa'ning o'zining original delfin ruchkalarida Akfa petlalar. Xo'p, rezinkalariga cho'rak yozuvlari bor mana. Ko'rishlaringiz mumkin. Original toza mahsulotlar xudo xolasa. Xo'p, bu joyda ham rezinkalarda yozuvlari bor hamma joyda. 2 metrga bittamikin bosadi, dasmasam, rosa o'zingizga ko'rinib qoldi. Akfa'ning original petlalar. Ochilib yopishlari ham juda go'zal holatda. Bu 2 metrga 155 romimizni ichki ko'rinishi. Xo'p, bu esa 134 ga 222 lik eshigimizni, balkon eshigimizni ichki ko'rinishi shotlankalari bilan. Xo'p, bunda ham xuddi shunday Akfa'ning original petlalari, shotlankalar xudo xolasa aynalar germetik bo'lgan, to'liq holatda juda ham chiroyli fasol chiqqan. Chiroyli ham juda ham go'zal. Xo'p, tagiga ko'tarib qo'yganimiz sababi bu joyda nayxonani poli bilan bir xil qilib pol qilib olib kelaman dedi. Shuning uchun ko'tarib o'rnatib berdik. Xo'p, 2 metrga 155 lik romimiz yana bittasi. Taylari, penalar to'liq holatda quyilgan. Xo'p, Akfa'ning o'zining original ruchkalari hamma joyda, xudo xolasa hamma yo'g'i sifatli narsalardan bo'ldi. Bu joyda ham 2 metrga 155 lik romimizdan. Penalar ham bor. Ko'pchiliklari siz ko'rib, tepasi 2 metr uzun bo'lib qoldi aynan deyishlaringiz mumkin. Uyni egasi tog'am shunaqa fasonda tanladi o'zi. Men ham bunaqa tepasi katay bo'lib bo'linmasin dedi. Lekin juda ham go'zal chiroyli chiqdi. Xo'p. Eng qiziq joyi, bu joyda Akfa yozuvi bor. Bu tog'am o'g'li Akfada ishlagan, usta bola bo'lgan, usta, lekin qilmay qo'ygan ishni. Bu Akfa'ning original petlarni, padagonlari ham bor. Hammasida 40 padagonli bor romlarimizda. Mana ichkari ko'rinishlari ham juda go'zal holatda. Xo'p, bu joyda 2 ta romimiz bor, bu zalda 3 ta romimiz bor. Bu mansardaga chiqib ketish zina bo'lashgan bu joydan. Juda ham proyektini tushuntirib berdi, juda ham go'zal holatda chiqadigan deb o'ylayapman, lekin proyektga nisbatan. Ammo uyni fasoni ham zo'r chiqqan. Xo'p, 58 ga 98 lik Ford chiqamiz. Qaychi mexanizmni qilib berganmiz, buni oshib emas. Bu endi ochib ko'rsataman. Oba. Xo'p. Ochilishlari ham qaychi mexanizm. Buni eng qulayli tomoni xohlagan joyingizda 1 sm desangiz 1 sm da to'xtaydi, 10 sm desangiz 10 sm da to'xtaydi. O'sha ochsangiz shu holatda ochiladi. Xo'p, bu chekkadagi gulli oynadan bo'lgan romimiz. Bu joyda ham 40 padagonli bor. Penalar to'liq holatda quyilgan. Bu joyda ham to'liq. 3 ko'zli bittadan ochiladigan yoqganimiz sababiki, ochilganda shundoq o'ziga qaytarilib qoladi. Bu chekkaga bo'lib, devorga tegib pardani ilib qolmaydi. Eng qulayli tomoni shu. Narx bo'yicha yengil bo'ladi. 2 ta ochiladiganga nisbatan. Birdan ochiladiganlik. Azizlar, xudo xolasa, proyekt tugadi. Hozir tashqariga chiqib,
ikkinchi etaj mansardasini ko'rsataman. Lekin juda ham go'zal bo'lgan. Xo'p, narxi 20.950.000 so'm bo'lgan. Olib kelib o'rnatib berish, hamma xizmatlari hech nima rasxod qilmagan holatda bo'ldi. Xo'p, endi ikkinchi etaj mansarda juda ham go'zal chiqqan. Tog'am o'zini proyekti, tog'am o'zi o'ylagan proyektingizmi? O'zim chizib o'zim qilgan. Qoyil, lekin men juda qoyil qoldim. Bu joyda ochiq qolganim sababiki, aytdim zina bo'lar ekan, chiqib ikkinchi etajga mansardaga chiqib ketar ekan. Instagramlarni qilib, chiroyli qilib qo'yilibdi. Xo'p, tepaga chiqqan endi hozircha zina yo'q ekan. Xudo xolasa tepalarni ham qilib berasizlar deb chaqirsa, xudo xolasa o'shanda cho'tki qilib qilamiz. Tog'a, xudo xolasa biz ishimizni yakunladik. Bizdan kamchilik qolmadi. Xudo xolasa bir qator ko'rib oldingiz o'zingiz ham. Ko'rdim. Bergan pulingizga rozi bo'lasiz. Biz qilgan mehnatimizga rozi. Anjolaringiz Xudo xolasa xizmat bo'lsa, bundan keyin aloqadamiz. Xudo xolasa. Yana ishlarimiz ko'p. Xudo xolasa. Bag'ini ham bitkazamiz, ikkinchisini birinchisi bo'ldi, enchilarni hol qilib Xudo xolasa. Etapma endi. Bolalarni ham tan joni sog' bo'lsin. Sizni ham tan joni sog' bo'lsin. Brigadangizga rahmat. Aytgan ishlarimizni mana bitkazib berdilar, chiroyli qilib berdilar. Ota-onalar baxtiga eson bo'linglar, sog' bo'linglar, ilohim. Rahmat. Qanjoni sog' bo'lsin sizni ham. Bolalarni baxtiga, rahmat. Nevaralar baxtiga sog' bo'ling, bosh bo'ling avvalo. Rahmat. Keyin hammasi bo'laveradi. Xudo xolasa. Xudo xolasa. Azizlar, kimga shunaqa eshik romlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Xudo xolasa qo'ldan kelgancha chiroyli ishlarni bitirib berish harakatini qilamiz. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lishni unutmaylik. Layklarni bosib, qo'llab-quvvatlab turasizlar. Kommentariyada ham bundan-da chiroyli proyektlarda, bundan-da chiroyli videolarni qilish harakatini qilamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, e'tibor uchun rahmat.